Assalomu alaykum. Tushingizda o'limni ko'rdingizmi? Ehtimol o'zingizning janozangizda qatnashgansiz yoki qabristonda adashib qolgansiz. Bunday tushlar odatda bizni dahshatga soladi. Lekin shoshilmang, bu tushlar aslida qo'rqinchli emas, balki juda muhim o'zgarishlardan xabar beradi. Bugun tushda o'lim va yangilanish sirlarini to'liq ochib beramiz. Sirli tushlar ta'birlarini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qadimki ta'birnomalarda aytilishicha, kim tushda o'lganini yoki boshqaning o'limini ko'rsa, demak ungida uning hayotida to'pirilish sodir bo'ladi. Bu eski davrning tugab, yangisining boshlanishi. Agar tushda sizning o'rab turganlar qora kiyimda bo'lsa, bu eski tashvishlaringizdan xalos bo'lishingizni anglatadi. Agar siz tushda o'likni ko'rsangiz va u siz bilan gaplashsa, bu kutilmagan yangilik yoki muammolaringiz yechimini bildiradi. Agar tushingizda o'zingizni qabristonda kezayotganingizni yoki kimningdir janozasida turganingizni ko'rsangiz, bu siz o'tmishdagi xatolaringizga yoki keraksiz odatlaringizga yopishib olganingizdan dalolatdir. Bu tush sizni ruhiy jihatdan poklanishga va o'sha yukni tashlab oldinga harakat qilishga undaydi. Agar siz qabristondan tez chiqib ketsangiz, demak tez orada muammolaringizni hal qilasiz. Eng quvonchli tushlardan biri bu o'lgan odamning tirilishi yoki yosh bolaga aylanishi. Bu tush hayotingizda yangi imkoniyatlar, yangi biznes yoki yangi muhabbat boshlanishiga ishoradir. Bu omad va baxt davrining kirib kelishidir. Aziz obunachilar, siz oxirgi marta tushingizda qanaqa o'zgarish tushini ko'rgansiz? O'zingizni yoki yaqiningizni qanday holatda ko'rdingiz? O'z tushingizni hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Biz ularni birgalikda tahlil qilamiz. Videoga like bosish va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr salomat.